ya'ni zal harfi tilimizning uchi tepa sanoya tishlarimiz, ya'ni tajvidda sanoya deyiladi, quyon tishlarimiz bizani tilda aytganda ana shu bilan uchma-uch mana shu ko'rinishda turadi. Va kelayotgan havo sirg'alib bu yerda tovush paychalarimizni tebratib o'tadi. Sababi bunda jahr, ya'ni jarangli sifat bor deb o'tgan edik. Mana shunday az mana shu vizillash kerak. Ya'ni zani jahr sifati bilinish kerak bo'ladi va tilimiz uchma-uch turishligi kerak bo'ladi. Orqada qolib ketish holatlari uchraydi, bu ham xato, deyilmaydi yoki ko'proq tashqariga chiqarib yuborish holati ham uchrab turadi. Unday emas. Nomiga uchma-uch turadi. Ayrimlarning tili qalin bo'lib, yoyilib ketishi mumkin. Ana shunday holatda zimiz qo'pol, v bo'lib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun tili ingichkalar tilni uchini tekkiza olish imkoniyatiga ega, lekin tili qalinlar bo'ladigan bo'lsa, ichkaridan o'zi mulohaza qilgan holatda havoni tilimizni uchiga, o'sha tishlarni ikkita quyon tishimizni uchiga yo'naltirib chiqarish kerak bo'ladi. Yoyib olib chiqariladigan bo'lsa, unda qo'pollashib ketadi. Bu yerda s bilan z bitta yozib qo'ygan, chunki mahraji birdir, sifatlarida farq qiladi. Z, zi, zu. Bu yerda kuzatiladigan xato sa bo'lib qolishi, za bo'lishi kerak. Za, sa bo'lib qolmasin. Zi, si bo'lib qolmasin. Zu. Va bu yerda labimiz oldin zni aytib, keyin zammaga chiqishligi kerak. Zu bo'lib qolmasligi kerak. Zu. Oxirida buni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Demak, bunda sirg'aluvchi sifat bor. Iz. Mana shunday talaffuz qilinadi. Iz bo'lib qolmasligi kerak. Ham izi bo'lib qalqala ham bo'lmasin. Iz bo'lib to'xtab ham qolmasin. Shaddaga o'xshab qoladi. Iz bir muddat. Muz. Demak, muni labimiz zammani aytgandan keyin zga qaytib olish kerak bo'ladi. Oxirida ko'rsatib berishga harakat qilamiz buni ham. Muz. Xuz. Uz. Zube. Zube. Zni ingichkalashtiramiz iloji boricha. Bani ham qalqala qilamiz, ham jarangini yaxshi bildirishimiz kerak. Zuqo. Zuqo. Qofni qalqalasiga e'tibor beramiz. Zni sirg'alishiga va jarangiga e'tibor beramiz. Zar. Zar bo'lmaydi, zar. Ro yo'g'on, za ingichka, zor ham bo'lib qolmasin. Zar. Munzu. Nunni bayniyasiga e'tibor beramiz. Agar bildirib o'qiydigan bo'lsak, munzu. Agar ixfo bu yerda o'tgan qoidalarimizdan demak ixfo bor. Munzu deb o'qishimiz ham mumkin. Munzu. Unda zga tayyor turishligi kerak. Labimiz, tishimiz, og'zimiz hammasi zni talaffuz qilib turadi, faqat havo dimog'iga yo'naladi xolos. Munzu. Iznu. Iznu. Zni bir muddat sirg'altiramiz. Iznu bo'lmaydi, iznu ham bo'lmaydi. Iznu. Bazlu. Bazlu bo'lmaydi, bazalu ham bo'lmaydi. Baz. Yana kuzatilish mumkin bo'lgan xato titrab chiqishligi. Baz bo'lib qolish mumkin. Baz. Bir tekis sirg'alib chiqish kerak. Bazlu. Zikru. Kana shaddasiga, hamsiga e'tibor beramiz. Zik roning yo'g'onligiga e'tibor beramiz. Zikru. Zihnu. Hni sirg'alishiga e'tibor beramiz. Zihnu bo'lmaydi. Zihnu. Zahab. Zahab. Zahab bo'lmaydi. Bni qalqalasiga e'tibor beramiz. Va harakatlarga ham ayni paytda zahab. Mazhab. Zni sirg'altiramiz bir muddat. Mazhab. Zahala. Zahala bo'lmaydi. Harakatlarni haqqini ado qilamiz. Zahala.
yazhalu. Zini sirg'altib turamiz bir muddat. Yazhalu. Sirg'altirishda e'tibor beramiz. F ga o'xshab qolmasin. Yazhalu bo'lib. Yaz oxirigacha jarang chiqishi kerak. Bazala. Yabzulu. Qalqalasiga e'tibor beramiz. Yabzulu. Azhaba. Yuzhibu. Yuz. Bu yerda ham oxirida ko'rsatib harakat qilamiz. Zammada qolib ketish holati uchrab turadi labimizni. Yuz agar zammada qolsa yuz bo'lib z yo'g'on qo'pol chiqib qoladi. Yuzhibu. Endi bu yerda oxirgi qatorimizda ko'pchilikda z bilan z ni adashtirib o'qish holatlari uchrab turadi. Shuni ajratib oling degan ma'noda berilgan. Zifru. Zifru. Bu z, bu z. F ning sirg'alishiga ham e'tibor beramiz ayni paytda. Ro yo'g'on. Zifru. Zifru. Bazlu. Bazlu. Ikkalasi ham sirg'aluvchi sifat. Shuning uchun bir xil muddat ketish kerak. Bazlu bo'lmaydi. Bazlu ham bo'lmaydi. Bazlu. Bazlu. Abzal. Abzal. Demak, lomning bayniya sifatlariga ham e'tibor qaratamiz. Za, zi, zu, iz, muz, khuz, uz, zub, zuqa, zar. Shunishimiz